Bismillah. Esselamu aleyküm. Aziz, muhterem, süyümlük Şark Türkistanlık kırındaşlarım. Hemmenlağa Allah'ın güzel salamları olsun. Bizni yana bir qetim tinch, aman uçraştırgan Allah'a hamdlar olsun. Bu unutulup ketken tizimlikten çıkıp kalgan bir tema kırındaşlar. Rastın desem zauqыңlarını bilmegeçke neme toğrusida sözlesem bekrak yaqadigando deb turib qalaman ba'zida. Bo'lmasa so'zlaydigan mavzular bek ko'p. Adabiyotga oid bir suhbat qilish taqozzosimi bor edi. Ba'zi savollarmi bor. Tilga oid 2 video qo'ygandik. Shu tufaylidan tilga oid yana ba'zi savollar bo'lgan. Ve tilga oid yeni bir video qilishning zaruriyati bor deb qo'ygan. Ammo tortinib turaman rostini desam. Eshak o'layotsa deydigan shu tamsil bor. Ya, shu tamsil yodimga kelib to'xtab qolaman rostini desam. O'tganda men ulug'laringlardan ikkisiga chiqilgandim. Tushma-tushdan talab ketaymikin desam, ancha ular diqqat qo'zg'amagandek qildi. Bo'lmasa, bundaq talab ketishlarga qarshi bir mavzu tirkab qo'ygandim debdaga. Talab qiladiganға mazog'i bo'lgan ehtiyoj deb mavzu qo'yapti ekanman. Uni so'zlasam bo'ladi. Shu ulug' mazorlar haqida to'xtalmoqchi edim. Hech kim mazorimizga chalmatding, gunohkor bo'lding demagandikan. Bo'ldilar dedim. Onu qo'ydim. Shuning bilan shu unutilib ketgan mavzu ko'zimga ilishib qoldi bugun. Bu tema ilm sohasida ma'lum saviyaga yetgan, ma'lum bir xil kasbda muntazam tarbiya olgan va shu sohada davomli izlanayotgan tadqiqotchilarimizga uyg'un keladigan bo'lib, ularga bilimini qanday qilib milliy mustaqillik nishonimiz uchun xizmat qildirish haqida ipuch beradi. Faqat iç puşqi hisobida anglab qo'yadigan anglag'uvchilarga hech qanday manfaati yo'q va zerikishlik, tushuniksiz bir nimalar bo'lib tuyulishi mumkin. Ko'rayotganinglardek tema sayber texnika zamonida Sharq Turkistonliklar uchun fursatlar bormi? Nima uchun bunday bir temaga zaruriyat bo'lib qoldi? Bunimi deb o'tay, eng yaxshisi nurg'un bilarman qarindoshlarımızda bu bilarmanlarning, shu Uyg'ur bilarmanlarning buni bir cho'ng baxtsizligimiz deb ta'rifladim. Chunki bir millatning bilarmanlari u millatning yig'isini yig'laydigan, dadiga darmon bo'ladigan, beshig'i kun tushsa sapning oldida mangadigan bo'ladi. Lekin baxtsizligimiz bizning bilarmanlarimiz xalqning, odatdagi xalqning keyindi qilib, xalq xohlamagan narsalarni xalq uchun bizga kuynab tanlab, biz buni tanmoqchi bo'lyapti hozir. Qizil bayroqning daldisidan ayrilmaslikni tanladi ular. Mana shunday bir tanlash ichidagi nurg'un bilarmanlarimizda
ba'zi savollar bor. O nima? Xitoyning nihoyat kuchli, bek cho'ng super kuch bo'lib ketganligi, texnikasining bek o'sib ketganligi, u dunyoga xo'ja bo'laydigan bir mavqega qarab tez ilgarilayotganligi, ammo bizning xalqimizning ziyoda qaloqligi, qo'lidan poq kelmaydiganligi, mushundaq ahvolda bizga endi mustaqillikning fursatlari yo'q degan ümidsizlik targ'iboti va buni asos qilib, ya'ni mushu bilganlari va reallikda ko'rilganlarni asos qilib mustaqillikdan voz kechish ta'tirquyini chiqarayotganlar. Ammo mening ko'rishim bununla o'xshamaydi. Ya'ni her qanday bir kuchlikning adam o'ylab ko'rmagan, aqlmi olmaydigan adam anglasa hayron qoladigan bir ojizlik bo'ldi. Masalan, quruqlikda yashaydigan hayvonlarning eng kuchli hisoblanadigan, eng yo'g'ini hisoblanadigan fil. Onun bir qancha yerga o'q tegsa, u xuddi pash chaqqandek xiyoliga kelmay menib yuradigan bir xil hayvon. Ash kadar bir hayvon yerda bir tüşük ko'rsa qo'rqadi. Bir tüşük. Şu tüşükning ustiga besib puti bilan aşağıda midirlamay turdi ekan-da. Ash tüşükdan qo'rqqanligi uchun tüşükning og'zini itib oladi ekan. Bunun sebebi Çaşqandan qo'rqadi ekan aslida. Çaşqan uning xartumiga kirib olib, nihoyat bearam qilib ekan-da, agar diqqat qilmasa. Shuna uning ash fitratida Çaşqandan qo'rqish fitilib ketganlikdan tüşükni ko'rsa tepsiga besib turadigan gap ekan. Demak, ash qadar kuchli bir hayvonning Çaşqandan qo'rqadigan bir odati bor. Allah mana shunday ajoyib hikmat bilan yaratgan bu dunyo. Bu muvozanatni unda tengshiganki, bek kuchli deyilganingmi o'ylab ko'rmagan bir ojizlik bo'ldi. Anda shaylar taraqqiy qilib ma'lum chekka yetganda asli holiga qaytadi deydigan falsafada bir nazariya var. Endi bizning biladiganimizmi? Biz tuproqdan keldik, tuproqqa qaytamiz. Bu aşındaq bir davriy qiladigan bir qonuniyat bu. Kuchliklar kuchayib ma'lum yerga yetgan vaqtida uning chak-chakidan bo'silib ketadigan ehtimolligi bor. Ilgari men qildim bir tamsilni. Sirki qancha kuchli bo'lsa, qachsa shuncha chopsa yeriladi. Bu tufaylidan cyber texnika deyilayotgan mushu kompüterga ait va shu kompüterning texnikasiga o'xshab ketadigan mushu sansfirliq texnikalar, bu cyber texnika. Bu davrda Sharq Turkistonlarga azadlık fursati bormi yo'qmi? Bununla qarab chiqishni zarur deb qaradim. Hammaylar bilganidek, bugungi davr uchur davri deyilyapti. Cyber texnika davri, yani 4-chi qatimliq texnika davri mi deyilyapti. Uchur tezligi tufaylidan yer shari xuddi bir kent, bir shirkat o'rniga tushib qolganligidan gap etilyapti. Texnika ajoyib taraqqiy qilib ketdi. Qirg'ich qurollar xillanib, insoniyatni necha qatim qirib tugutish saviyasiga yetganligidan lapla aytilib turyapti.
Hatta bunundan ilgirlep insanların cismaniyetini emas, ruhini egellep, hazırkı zaman kulları, yani zamanıvi kullarını barlıkka keltirish koyida hareket kılıvatkan tanlangan sınıfның elit hareketleri hakkında suikast nazariyalarımı bek köp. Adamni çöçterlik uçurlar var. Mana muşundaq üstün texnika devrida ilgisiz, yordamchisiz, do'sti yo'q qolgan Sharq Turkiston xalqiga fursat bo'lishi mumkinmidir? Uylarimizdami kamera? Xitoylar har tiniqdan xabardor bo'lib turadigan. Qon aloyidligimizga ko'ra bizni yavaşıltış, tug'mas qilish, asta-asta go'yo tabiiy o'lgandek ko'rinadigan o'limga yo'llash qatorliq sohalarda ilgari ketgan Xitoylarga taqobil choramiz bormidi? Bu suhbat mushu mazmunlarga markazlashadi qarindoshlar. Faqat vatanini jondan aziz bilib suyadigan, millatini hammaning ustida tutadigan ilm-fan xodimlarimizga bishoratlar berish, ilmini ozodligimiz yo'lida qanday foydalanish haqida o'ylanish uchun ilhom berish asosiy maqsadimizdir. Qayta shakllantirishda tashviqotning rolini tushunsaklar, bugungi uchur texnikasidan to'g'ri foydalanib, xalqimizni qayta shakllantirish uchun qurol qila olamiz. Xato qarashlarga o'rtaq hujum qilish bularning eng unumliklaridan biri. Xitoyparastlar, avtonomchilar, kishilik huquqchilar qatorliqlarga qarshi o'rtaq hujum. Lekin hozir ko'rilayotgan amaliyot dal buning aksicha. Dushman o'mlikda harakat qilmoqda. Chunki ularning orqasida kuchli tashkilotchi, vahimalik zo'rlig'uchi omil bo'lg'achqa o'mlikda harakat qilmoqda. Bir og'izdan gap qilib, bir burundan nafas olishmoqda. Ammo vatanparvar hisoblanadigan kishilar bir mo'mi ostiga uyushmagan bo'lg'achqa, hatto bir tashkiliy qurilma ichida bo'lganlarmi kuchli bir majburiyat tuyg'usi his qilishdan uzoq bo'lganligi, u tava qurilmaning zo'rlig'uchi kuchi bo'lmaganligi uchun har kim xuddi padachisiz hayoq harakat qilishmoqda. Buning bilan hozirgi zamon uchur vositalaridan to'g'ri foydalanishmi bizga nasib bo'lmay, dushmanning ishini qulay qilib berishga xizmat qilmoqda. Agar biz rostilla ozodlikni orzu qiladigan bo'lsak, bu afzalliklardan cho'qim foydalanishimiz bir xatoga raddiya berishni, bir dushmanga la'nat yog'dirib o'tirdan tamoman yutishga majbur qilishni o'zimizning burchi bilishimizga to'g'ri keladi. Bunun qarshısida to'g'ri qarash ilgari surish, ya'ni masalan mustaqillik deymiz. Mustaqillik haqida bakmi sagak, bakmi zil bo'lishimiz kerakki, bu haqdagi ikkilanishlarga to'liq xotim berilmasa, u xuddi mitidek yamrab, yana asosiy iqimga aylanib olishi yoki shundoq ko'rinib olishi mumkin. Bundan boshqa kompyuter texnikasidan to'g'ri foydalanish, ustun saviyaga yetish orqali qiyg'il bo'ladigan ishlar. Ben bu haqda ilgari bishorat xarakterlik yuqishlar bergan edim. Ba'zilaringlar sinab beqayotgan bo'lishinglar mumkin. Bir shaxsiy kompyuter bilanmi dunyoning ishlarini o'dixonimning umuchiga aylantirib o'tkazib oldi. Bu haqda ilgari xalq aniq so'zliginim uchun yana deb o'ltamay. Faqat yipuch shu, kompyuter qaroqchiligi, yumtal loyihalash, uchur to'play oladigan hujum qilish xarakteridagi va hokazo. Andın virus yasash degandeklar. Elektromagnetlik qurollar nishon qilingan kishilarning yoki xalq millatlarning nervi sistemasiga jiddiy ziyon solib, insonlarni menib yuradigan o'liklarga aylantirib qo'ya oladi. Bugungi kunda barliqqa kelgan qurollardan elektromagnetlik qurollar. Buni kimga qarshi ishlatsangiz, u odamlar menib yuradigan o'liklarga aylanib qoladi. Bu aslida tamoq isitadigan mikro to'lqinliq isitgichning o'zgargan turi. Qarindoshlar. Buni mushundaq texnikaga yaqin keladigan ba'zi kasblarda o'qigan yoki ishlaganlar darhol tasavvuriga ba'zi narsalarni keltira olishi mumkin. Mikro to'lqinliq tamoq isitgichning o'zgargan turi.
Elektromagnetlik kural. Elektromagnetlik kurallar 1950 yıllardan beri Amerika ve Rusya tarafından tadqiq qilinayotgan bir tür. Bu turdaki tüven chastotuluk dolqunlar yoki nur dastasi yaydigan qurollar meni hücrelerini ta'sir ushurtadi. Ta'sir ostiga ilingan kishilarning psixologiyasini o'zgartiradi. Buyruqlar, tapılashlarni bevosita shaxsning tafakkur faoliyatlari orasiga yo'llay oladi. Bu turdaki qurollarning eng ko'p uqilg'ini, haqida eng ko'p so'z so'zak bo'layotgani harp. Bu qisqartirilgan söz HAARP. Harp. Bu nimaning qisqartirilmasi? High Frequency Active Auroral Research Program deganning qisqartirilmasi. Yuqori chastotalik aktiv auroral tadqiqot programmasi. Auroral degani farqli chastotalikdagi nur dastasi yoki etergul ranglik bir nur dastasini bildiradi. Bugungi kunda harp texnikasi bilan cho'ng tipdagi ofatlarni paydo qilg'ili bo'lganligi so'zlanmoqda. Bu ofatlar tabiiy ofatlar siyaqida ko'rinadigan bo'lg'achqa hech qanday bir davlatni ayblagili bo'lmaydiganligi aniq. Masalan, Amerikada yuz bergan bir necha qatimliq tsunami toshqini Rossiya tarafidan qilinganligi, buni Amerikaning biladiganligi, lekin isbotlag'ili bo'lmag'achqa bu tsunami toshqinlariga Rus ayol kishi ismlarini berish orqali Rossiyaga sening qilganingni bilaman deb bishorat berilganligi so'zlanmoqda. Bularning isimli qilishicha bir tsunamiga Amerikaliklar Katrina tsunamisi deb at qo'ygan. İsonliga alaysizlar. Rus ayollarining ismlari bilan atalganligini hammamiz bilamiz. Demak, ba'zi davlatlarni harp texnikasi bilan ko'rinishdagi tabiiy ofatlar ichida iqtisodiy jihatdan yemirib tashlag'ili bo'ladi ekan. Keyingi chog'larda Turkiyada yuz bergan yer tevrashlar, oxirgi kunlardagi o'rmon yong'inlari qatorliq ko'rinurdi tabiiy ofatlarning g'arb kuchlar tarafidan sun'iy keltirib chiqarilganligi iddao qilinmoqda. Amerikalik geofizik Gordon J.F. McDonald'a göre bu elektromagnetik texnika radar sistemalarini faoliyat qila oladi. Uçaklarning boshqarish huquqini uchquchidan elib oladi. Yo'q qilg'ichi nur quroli bo'ldi. Psixologik urush quroli sifatida ishlatgan bo'ladi. Bularning hammasi bu qurol qila oladiganlarning kichikgina bir qismi. Yuqori miqdorli dolqunlar insonning ich a'zolariga ziyon soladi. Qiliq harakatlarini kontrol qiladi va nishondagi kishini o'zini o'ldirib olishga yo'llantira oladi. Ya'ni uning hissiyotini qalaymaqon qilib, vasvasa tug'dirib, uni o'zini o'ldirib oladigan holatga keltira oladi. Bularning ichida yana railgun, ya'ni temir yo'lliq to'p deb ataladigan elektromagnetlik to'pim bor. Ovozdan 7 hassa tizmadigan yangi nesil to'pining alohidaligi porox qatorliq portlovchi modda ishlatmaydiganligidir. Bu to'p 9 kiloluk alyumin qapliq to'piqini soatiga 7000 kilometrdan 9000 kilometr qadar tezlikda nishonga yo'llay oladi. Manzili 360 kilometr. Portlovchi dori o'rniga elektromagnetik maydon va elektr ishlatiladi. Yana bir qurol. 2008-yildan boshlab ishlatilishga boshlangan lazerlik qo'g'dinish sistemasi lazer defensi sistem. Bu sistem o'rnatilgan yerga qaratib etilgan bir qo'l bombasi, raketa yoki boshqarilgan bomba. Etilish bilan bir necha mikrosekund ichida farq etiladi va qarshidan lazerlik nur yo'llanadi. Natijada bomba nishonga yetmasdilla bir necha sekund ichida eritib etiladi. Elektromagnetlik qurol bilan faqatli uchoqlarni emas, sun'iy hamrohlarni etib tushirib etkili bo'ladi.
bir ajoyib bayqash Oxford Üniversitetida elib berilgan tadqiqot natijasida ko'rildi. Bu so'qish tezligini tuvallatish orqali yurakni qo'g'daydigan beta bloker dorisining aksi ta'siridan iborat. Eng muhim yurak dorilardan biri bo'lgan va asosiy moddasi propranolol bo'lgan bu dora insonlarning irqchi, millatchi taraflarini yumishtirib, ularni o'xshamagan etnik guruhlarga qarata do'stona bo'lishga yo'llandirgani aniqlandi. Bu dori berilgan tajriba obyektlarida irqchilikning bo'lmasa bo'lmaydigan tarkibi bo'lgan qo'rqish faktorining azalganligi ma'lum bo'ldi. Bunun bilan ularda do'stonalik ko'rildi. Bulardan boshqa ximiyalik dorilarning har xil rollar haqida ilgirki videolarımda biroz ipuchi berilgan edi. Odamlarni qo'rqimsiz, so'g'uqqon jallatga aylantirib yetadiganlari, qo'rqinchoq, itoatkor qulga aylantirib qo'ydiganlari borligi haqida ilgari deb o'tgandim. Endi bularni Xitoy faşist kamplarida Uyg'urlarga sinaq qilayotganligi haqida har xil alomatlarga selishtirib tafakkur qilsak, nihoyat qo'rqinchli bir manzara ko'z oldimizga keladi. Xitoylar qila oladi, Uyg'urlar qila olmaydi. Albatta qila oladi. Qilishga niyat bo'lsa, Shuhrat Mutallibdek Xitoylarga yordamlashib qilishib bermay, o'z millatining ozodligi yo'lida qanday foydalanishga bo'lganligi doimo aqlda tutilsa, cho'qim ko'rning yo'l topiladi. Ko'rinib turayotgandek, ilm-fan ojizlarni kuchliklarga kushanda qilib qo'ya oladi. Xuddi miltiqning kashf qilinishi bilan mardonalikqa xotim berilgandek. Chunki bir kichik bolaning qo'lida miltiq bo'lsa, bir kuchtungur uningga asirdir. Afg'onistonda 12 yoshli bolalar Kalashnikovni qo'liga olib, cho'ng odamlarni asir qilib, pul talab qiladigan, bo'lmasa askarlikka setiyotadigan ishlar varmış. Shunda ilm-fan samaralari uni dastiga olganlarning qo'lini kuchlantirdi. Gap har bir ilm ahlida xuddi Mariya Kiyorida bo'lganidek milliy ruh doimo uyg'oq bo'lishi shart. Bundan boshqa quloqni gaz, mengini quruq qilib jonlanadigan bir xil ultra ovoz quroli haqidami xili uzundan buyon gaplar bo'linmoqda. Aytishlarga qaraganda, agar shaharlarga yoki barliq moddiy boyliqlarga ziyon yetkazmay saqlab qilish maqsad qilinsa, faqat jonliqlarni o'ltirishga yaraydigan bu ovoz qurolidan foydalanishga bo'ladi ekan. Esimda qolishicha, men ilgari bu haqda deb o'tgandek qilaman, bu ovoz xuddi Isrofil alayhissalomning suriga o'xshab qolarmish. Endi yana kun tartibimizni mashg'ul qilishga urinib turadigan bir qarash bor. Pat kishilarning diqqatini o'ziga tortish uchun o'tirg'i qo'yiladigan qurolli kuch tashkillash masalasi. Bu haqda bir necha og'iz ko'ni gapni takrorlashga to'g'ri kelyapti qarindoshlar. Bu tashabbusni qilayotganlar xosla kishilarning diqqatini tortish urinishi bilan da'vatidi buni. Aql bilan da'vatgan bo'lishi notayin. Qarindoshlar, bu bizning mavjud imkonlarimizni oshiradigan bir ish. Ya'ni tashqi shartlar hozir emas. Undaqda ichki shartlar hozirmi? Buni men o'z o'zimdan davomli so'rab turaman. İçki şartımız hazırmı? Cevap bek ko'ngildagidek bo'lmaydi, qarindoshlar. Endi tavsiyam shu. Sizlarni o'z o'zinglardan so'rab ko'ringlar. İçki şartlarımız, ya'ni o'zimizdagi shartlar hozirmi? Bir qurolli kuch tashkillashga. Bo'libmi yoshlar shunday so'rab qo'yinglar o'z o'zinglardan. Agar harbiy safarbarlik e'lon qilinib qolsa, men o'zimni ma'lum qilib, Sharq Turkiston Milliy Armiyasiga tizimlashga tayyorman. Balambati, kalambati deb tortish bo'ltamasdilla degan vaqtning o'zida xo'jinni mo'ramga atib yo'lga chiqa olamdim, yo'qmi? Agar bu savolga javobinglar ha bo'lgan taqdirda,
Bana şahsi uçur kılın. Ben bir körüp bakay, kança erkek çıkıdı ekan. Men şunundan ensireyim qarindaşlar. Her bir Uygurning birden Wang Shuji bo'lishi alohidligiga ko'ra, Hisomiddinda sizlarga general kerak emasmi? Deb askarlikka emas, generallik ishtaha saqlab o'ltirami deb ensireyim. Rastilla yuqorqidek so'rab, rastilla bel bog'lay oladiganlar mana shaxsiy uchur qilinglar. Soninglar bek ko'p chiqib ketsa, bir ko'nglim tinsin. Mava gap chaqchaq emas. Qarindoshlar. Aşında so'rab, o'zinglarni bir jinglab dansab ko'ranglar va pozitiv javob bo'lgan taqdirda uchur qilinglar. Mana men tayyor deb. Yana bir gap. Mening torbitim taqaldi qarindoshlar. Yetishamadim. To'la buzg'unchilik uchrab zeriktirib o'tdi. Shuni torbetga bog'langan elxat adresimmi endi ishlamaydi. 5 iyul Ürümçi qatlamı haqqında əslimi yazıb evatmoqchi bo'lganlar Facebook orqali evatsanglar bo'ladi yoki shu yerni uchur qilsanglar men boshqa adres beraman. To'g'ri, bir mahal ko'tarilgan aslimi yozish qizg'inligi yana suslab to'xtab qolgandek qilyotdi. Qandoq shayton suvtayotgan bo'lsa, astag'firullah shaytonir rajim deb etib ishinglarni qilaveranglar qarindoshlar. Bu bek zarur. Bir millet için eyip eğer bu kadar çoğun tarihimizde bu kadar çoğun bir katliam bir kitap boğudek bir eslimi kaldırılmasa, bir tarih kaldırılmasa eyip bu. Kağan yoğun gapni boşrak hesap olur o vaxtda. Şunlaşqa bununla şahit olğanlar, anlığanlar, kögellər. Çoxum yazanlar, çıkıvarak olsun. Bugün müşahitçi bo'lsin qarindoshlar. Kelar qitim ko'rishguncha amanlar aman bo'linglar. Nimani arzu qiladiganliginglar haqida kichkina uchur berib qo'yasizlar mana. Xayr xo'sh. Allohga emanet.